g'arib bo'lishimda ishingizni ko'rib, hatto kamchiligini topib, aynan mana shunday holatga keltirish bilan sizga muharrir bo'lishim mumkin. Rahmat. Mana joylayapman. Va sizga kalima bo'yicha mana ona tili ma'no jihatdan, mazmun jihatdan yo'llanma ortografik xatolari yuzasidan ko'rsatmalar berib chin to'g'rilaydigan bo'lishi mumkin. Aynan ishingizdagi xatolardan ham ertangi kunda baholachilarida maqladi faolingizni pastga tushirib yuboradi. Shuning uchun ham har bitta so'zda xato kamchiliklar bor yo'qligini kuzatib, o'zingizdan tashqari ona tili ustozga ham bering va u mas'ul g'arib bo'la oladi. Ana shunday tarzda siz tarkibda to'ldirishingiz mumkin.